Trampning tinchlik rejasi e'lon qilindi. Rossiya urushda g'olib bo'lsa, kim uchun zarar bo'ladi? Yaponiya va Xitoy o'rtasida keskinlik kuchaymoqda. Iqtisodiy munosabatlardagi muammo siyosiy taranglikka sabab bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Bugun 23-noyabr yakshanba. O'tayotgan haftada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh tarafidan taqdim etilgan tinchlik rejasi loyihasini rasman qabul qildi. Bu rejani amalga oshirish urushni to'xtatishga umid bildirdi. Shu bilan birga Zelenskiy Tramp rejasi borasida hozircha keskin bayonotlar berishdan cheklanishini aytdi. Ya'ni hozircha u Trampning g'ashiga tegishini xohlamayapti xolos. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, Tramp ma'muriyati Ukraina hukumatiga kuchli bosim o'tkazmoqda. Washington Kiyevning yaqin kunlardagi tinchlik rejasini ma'qullashini kutyapti. Oq uyda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27-noyabrda AQShda nishonlanadigan Shukrona kuniga qadar kelishuvni imzolashni kutishmoqda. Aks holda AQSh Ukrainaga qurol sotish va razvedka ma'lumotlarini berishni to'xtatib qo'yishini aytib qo'rqitgan. Agar Tramp rejasi haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, avvalambor bu rejaga ko'ra Rossiya bosib olgan Qrim, Lugansk va Donetsk de facto Rossiya hududi sifatida tan olinadi. Bu hududlar AQSh tomonidan ham tan olinadi. Xerson va Zaporojye viloyatlari esa amaldagi front chizig'i bo'ylab bo'linadi. Rossiya Qrim va 4 ta Ukraina mintaqasi hududidan tashqarida nazorat qilib turgan boshqa egallangan hududlardan voz kechadi. Ukraina hozir nazoratida turgan Donetsk viloyati qismidan qo'shinlarni olib chiqib ketadi. Bu hudud bufer zonaga aylanadi, lekin Rossiyaniki deb hisoblanadi. Ukraina qurolli kuchlari sonini hozirgi 800-850 ming nafardan 600 ming nafargacha qisqartiradi. Ukraina konstitutsiyasiga NATOga qo'shilmaslik haqidagi qo'shimcha ham kiritilishi lozim. Shuningdek, bu rejaga ko'ra NATO kelajakda Ukrainani a'zolikka qabul qilmaslikka majburlanadi. Lekin Ukrainaga Yevropa ittifoqiga qo'shilish imkoniyati qoldiriladi. NATO Ukraina hududida qo'shin joylashtirmaydi. Alyansning jangovar uchuvchi qiruvchi samolyotlari Polshada joylashtiriladi. Rossiya Yevropaga va Ukrainaga hujum qilmaslikka va'da beradi. NATO esa kengaymaslikka va'da beradi. Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bosqichma-bosqich bekor qilinib, unga katta 8lik tarkibiga qaytish taklif etiladi. Urushda qatnashgan barcha tomonlar qilgan ishlar uchun to'liq amnistiya oladi. Trampning Ukraina uchun tinchlik rejasi NATO ustavidagi 5-moddaga o'xshash xavfsizlik kafolatlarini ham o'z ichiga olgan. Unga ko'ra, alyans a'zolaridan biriga qilingan hujum barchaga qilingan hujum sifatida qaraladi. Kafolatlar AQSh va Yevropa ittifoqdoshlarini Ukrainani himoya qilishga majbur qilish kutilmoqda. Ukrainaga qilingan har qanday hujum butun transatlantik hamjamiyatiga qilingan hujum sifatida qabul qilinadi. Bu xavfsizlik kafolatlari 10 yil amal qiladi va o'zaro kelishuv asosida uzaytirilishi ham mumkin. Albatta, Rossiya yana Ukrainaga o'z rus tilisini Ukraina maktablarida o'qitilishini davom ettirish uchun tiqishtiryapti. Lekin Rossiyaning o'zida katta miqdorda ukrainlar yashashiga qaramay, ukrain tili hech qaysi maktabda o'qitilmaydi. Umuman Rossiya bosib olgan ko'plab hududlardagi tub joy aholi tillarini o'qitish ham asta-sekin taqiqlanmoqda. Aholini ruslashtirish siyosati kuchaymoqda. Ukrainadagi urushga ham asosan rus bo'lmagan aholi vakillari jo'natilyapti va pashshadek qirilib ketyapti. Bu bilan Putin ham urushda askar muammosini hal qilyapti, ham rus bo'lmagan millatlarni bexijolat yo'q qilib boshladi. Moskva sobiq Sovet respublikalariga rus tilini tiqishtirishda ham davom etyapti albatta. Lekin 2 yilcha avval o'zbek delegatsiyasi hatto Rossiyadagi o'zbeklar uchun yakshanba kuni o'zbek tilini o'qishni taklif qilganida Rossiya tomoni buni qat'iyan rad etgan edi. Xullas, Rossiya yaxshi tushunadiki, rus tili bilan birga rus madaniyati va Rossiyaga nisbatan xayrixohlik, hamdardlik ham kirib boradi. Bu esa mintaqada rus zabonlarining ko'payishiga, ruslarning dominatsiyasiga yo'l ochadi. Keyin esa rus tilida so'zlovchilarni himoya qilish bahonasida o'sha davlatga qachondir tahdid solish imkoni ham paydo bo'ladi. Ukrainaga urush ham ana shu bahona bilan ochilganini unutmaslik lozim. Yana Trampning tinchlik rejasiga qaytsak, Yevropa rahbarlari bir necha kun ichida Ukraina uchun o'zlarining muqobil urushni to'xtatish bo'yicha mustaqil rejasini tayyorlashni rejalashtiryapti. Ushbu reja Ukraina uchun ancha manfaatli shartlarni o'z ichiga olishi kutilgan. Uning tafsilotlari hali oshkor qilinmagan. Tabiiyki, Yevropa AQShning Ukraina bo'yicha tinchlik rejasini rad etgan va uni amalda Ukrainaning taslim bo'lishi deb hisoblagan. AQSh tomonidan Kiyevga taqdim etish uchun tayyorlanayotgan tashabbus Ukraina tomonidan hududiy yonbosishlar berishni, qisman qurolsizlanishni va Ukraina qurolli kuchlari sonini qisqartirishni nazarda tutsak, bu to'g'ri. Bu talablarni Yevropa diplomatlari mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan shartlar deb atashgan. Albatta, Trampning tinchlik rejasi Rossiyani yanada kuchaytiradi va Rossiya oradan biroz vaqt o'tgach yana qandaydir mantiqsiz bahonalar bilan boshqa bir mamlakatga, masalan, Qozog'istonga hujum qilmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Holbuki Tramp aynan neft va gazga sanksiyalar orqali Putinni urushni to'xtatishga majbur qilishi mumkin edi. Chunki Rossiyaning neft va gazdan boshqa pul keltiradigan biror bir sohasi yo'q. O'tgan 34 yil ichida Rossiya xom ashyo sotib boyishdan boshqa biror bir iqtisodiy yoki texnologik yutuqqa erisha olmadi. Lekin negadir Tramp yana Putin tarafini ola boshlagan. Esingizda bo'lsa, Putin Trampning hafsalasi pir bo'lganida juda qo'rqib qolgan edi.
va yadroviy qurol bilan tahdid qila boshlagan edi. Ma'lumki, Putin doimo qo'rqqan paytlarda yadroviy raketa bilan shantaj qilishni boshlaydi. O'z navbatida Fransiya qurolli kuchlari bosh shtab rahbari Mandin aytgan edi, u aholini Rossiya bilan ehtimoliy urushga, fuqarolarni tayyorlashga chaqirgan. Bundan avvalroq esa ushbu general parlamentda ham armiyani Rossiya tomonidan yaqin 34 yil ichida yuz berishi mumkin bo'lgan shokka tayyorlash zarurligini ta'kidlagan edi. Ayni paytda esa Yaponiya va Xitoy o'rtasida keskinlik avj ola boshladi. Yaponiya bosh vazirining so'zlari Xitoy bilan munosabatlarni keskinlashtirgan. Xitoy Yaponiya dengiz mahsulotlari importini to'xtatadigan bo'ldi. Bu esa Tokio va Pekin o'rtasida keskinlikning navbatdagi kuchayishiga sabab bo'ldi. Ushbu qaror Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Tokio harbiy choralar ko'rishi mumkin degan bayonoti sabab qabul qilingan. Xitoy rasmiylari importni to'xtatishiga sabab Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidan chiqarilayotgan tozalangan oqova suvni nazorat qilish ekanligini aytgan edi. Bu qaror Tokio va Pekin o'rtasidagi keskinlik kuchaygan bir paytda qabul qilindi. Yaponiya bosh vaziri Sanai Takaichining parlamentdagi chiqishida agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Yaponiya uchun bu keskin xavf tug'diruvchi vaziyat bo'lishi mumkin degan bayonoti Xitoy tomonidan mustaqil Tayvan ustidan o'z suverenitetiga qarshi qaratilgan chaqiriq sifatida talqin qilindi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili Maonin Takaichining so'zlari Xitoy-Yaponiya munosabatlarining siyosiy asosiga jiddiy putur yetkazdi deb aytib, natijada Yapon dengiz mahsulotlariga bozorda joy qolmaganini ta'kidladi. Shundan so'ng Yaponiya Xitoydagi fuqarolarini ehtiyot bo'lishga, gavjum joylardan yiroqroq yurishga chaqirgan. Xitoy esa o'z navbatida fuqarolarga Yaponiyaga bormasligini maslahat berdi va Yapon filmlarining 2 premyerasini kechiktirdi. Mao agar Yaponiya o'z bayonotlarini qaytarib olmasa yoki noto'g'ri qadamlarni davom ettirsa, Xitoy keskin va qat'iy qarshi choralar ko'rishga majbur bo'ladi va yuzaga keladigan oqibatlarning barchasi uchun Yaponiya javobgar bo'ladi deya ogohlantirdi. Xitoy shuningdek Yaponiya elchisini chaqirtirib, agar Tokio Tayvanga harbiy aralashuvga yo'l qo'ysa, ularni halokatli mag'lubiyat kutishi haqida oshkora ogohlantirdi. Mazkur mojaro so'nggi yillarda Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlarni keskin yomonlashuviga sabab bo'layotgan eng jiddiy voqealardan biri bo'lib, u Hind-Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik va ta'sir borasidagi eski ziddiyatlarni yana yuzaga chiqarmoqda. Yodingizda bo'lsa, o'tgan haftada Xitoy sohil qo'riqlash kemalari Sharqiy Xitoy dengizidagi bahsli orollar atrofidagi suvlarga kirib borgan edi. Yaponiya sohil qo'riqlash xizmati kemalarni hududdan chiqarganini ma'lum qildi. Mazkur orollar Yaponiyada Senkaku, Xitoyda esa Diaoyu Dao deb ataladi. Va ayniqsa 2012-yilda Yaponiya ularni milliylashtirganidan beri doimiy keskinlik manbasi bo'lib qolmoqda. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va diplomatlari internetda keskin ritorikani kuchaytirgan. AQShning Yaponiyadagi elchisi George Glass ham ijtimoiy tarmoqlarda Xitoy amaldorlarini tanqid qildi. Shu bilan birga Xitoyning Yaponiyaga nisbatan ogohlantirishi iqtisodiy bosimni kuchaytirdi. Chunki xitoylik sayyohlar Yaponiyaga kiruvchi umumiy turizm oqimining qariyb chorak qismini tashkil qiladi. Shu haftaning o'zida Yapon turizm va chakana savdo aksiyalarining narxi 5% dan 10% gacha tushib ketgan. Xitoylik sayyohlar sonining keskin kamayib ketishi ushbu sohaga jiddiy zarar keltirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ortda qolayotgan haftaning muhim voqealari yuzasidan tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.